Üç padişahlıqda, üç padişahlıqni birlik keltirish ehtimolliqi eng yuqori bo'lgan kishi zodi kim? Savsavmi, Liu Bei'mi, Sun Quanmi, Sima Yi'mi? Hech qaysi emas. Balki Yuan Shao. Nima ish bunday deymiz? Yurak berib, alt rahmini yo'llab saqlab etgandan keyin filmning davom etgan. Üç padişahlıqni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Yuan Shao üç padişahlıqdagi dangliq bir pasvan deyishib bo'ldi. Ham üç padişahlıqdagi yangi shu Xan xonadonligi yemirlashib boshlagan vaqtda Yuan Shaoning amaliy kuchi eng yuqori. Qo'shini eng ko'p, egallagan zemini ajoyib cho'ng, ham boshqalarga bo'lgan ta'sirmi ajoyib ko'p. Nurg'un kishi uni hurmatlaydi, nurg'un kishi uni beshig'i deb ko'tardi, shuning pasman bo'lishini orzu qildi. Ammo nimishqa Yuan Shao keyin qayta mag'lub bo'lib ketdi. Hatto zo'r qo'shin bilan ojiz bo'lgan Savsaoga yengilib ketdi. Albatta, bu yerda Yuan Shao'ningki dunyo qarashini nihoyat kichik deyishib bo'ldi. Nimishqa bunday deymiz? Masalan, Savsao Liu Bei'ga urush e'lon qilgan vaqtda, ya'ni urush qilgan vaqtda Yuan Shao'ningki qo'lasizligi Tianfeng Yuan Shao'ga ajoyib yaxshi taklifni berdi. Savsao Liu Bei'ga urush qilib ketdi. Biz fursatdan foydalanib shu chog'ni egallab olaylik. Shuning bilan Savsao o'ttirda qoladi, Liu Bei bilan hamkorlashib uni qistab yo'qota olamiz degan gap qildi. Bu vaqtda Yuan Shao nima deydi degan vaqtda, "Mening o'g'lim og'rib qoldi. Men bu yerda o'g'lim qaramay, nimishqa jang qilaman" degan bir gapni qildi. Mushu fursatni o'tkazdi. Demek, Yuan Shao bir yaramlık atı bo'lsa-mu, ammo bir yaramlık pasvan emas. Siz odatli kishi bo'lsangiz, hech qanday qo'lingizda lashkar yo'q, odam yo'q, cho'ng ishlarni qilish xiyolingiz bo'lmasa, demak, yaxshi bir dada bo'lib, uyingizga, oilangiz qarasangiz bo'ladi. Ammo sizning qo'lingizda nurg'un qo'shin, nurg'un cho'ng bir iyilik bor turib, siz oilaning ishida iyilikninki, ya'ni shu o'zingiz tikilgan yoki o'zingiz boshqarayotgan shu iyilikning ishlariga ta'sir yetkazsangiz, demak siz bir yaxshi pasman bo'la olmaysiz, yaxshi boshqaruvchi bo'la olmaysiz. Shu sababdan Yuan Shao mag'lub bo'lgan deyishib bo'ldi. Agar siz bu gaplarni qo'shilsangiz, astagi kasallikga olti raqamini qoldirib qo'ying. Texim ko'p uch padishahlikdagi iyilik tiklash, korxona boshqarish, kishilik munosabat san'atiga oid mazmunlarni, darslarni olmoqchi bo'lsangiz, mening maxsus uch padishahlik va korxona boshqarish darslik so'zlanadigan to'pimga kirib oling. Men bu topda ayrim dars so'zlab beraman. Ayrim qanun qo'shimcha qilish orqali bu topga kirib olsak bo'ldi.